Dunyodagi eng qimmat shokoladlardan biri o'zimizning milliy brend Premium Class qand va uning asoschisi bilan suhbatlashamiz. Lekin qandni haqiqiy premium qilgan narsa uning sarguzashtlari. Tasavvur qiling, butun metro bekati ijaraga olinib, shokolad taqdimoti uchun qizil gilam yozilgani yoki har bir qutining ichida milliy naqshlar bilan o'ralgan sirli hikoyalar. Bu shunchaki shirinlik emas, balki san'at asari. Eng qizig'i, bularning barchasi qayerdan boshlangan? Buni bilish uchun biz Toshkentdan qahramonimiz tug'ilib o'sgan Chust shahriga yo'l oldik. Qidirib arang topib 90 yoki 100 dollar atrofida edi 17-yil. Yig'latib olib ketganlar. Qanaqa mahsulot, bu nega unaqa qimmat? Hozirgi kunda yoki buni kilosi necha pul? Bir donasi 68 ming. Shu rastarlarda biz albatta bo'lamiz. Bu Moskva, Olmata, Astana, bu Buxoro, Samarqand, Dubay